Vaqtinchalik plombalar sifatida asosan sun'iy dentin va dentin malhami ishlatiladi. Sun'iy dentin tarkibi kukun va distillangan suvdan iborat bo'lib, rux oksidi, rux sulfat va kaolindan tashkil topgan bo'ladi. Uning ijobiy xususiyatlari qo'llanilishning oddiyligi, bo'shliqqa yaxshi germetizatsiyasi, tish pulpasi va organizmga indiferentligi, oson qo'yilishi va olinishi, arzonligi, og'iz bo'shlig'ida 1-3 daqiqa davomida qochish kiradi. Salbiy xususiyatlari mexanik ta'sirlarga nisbatan chidamsiz bo'ladi. Dentin malhami tayyor holda chiqariladi. Tarkibi sun'iy dentin kukuni, chinnigul va shaftolmoy aralashmasidan iborat bo'ladi. Uning xususiyatlari bo'shliqqa tushgandan so'ng izchillashtirish kerak bo'ladi. Sun'iy dentinga nisbatan mustahkamligi yuqori bo'lib, 2 haftagacha ham qo'yiladi. Tarkibida chinnigul va shaftolmoy aralashmasidan iborat bo'lganligi uchun antiseptik ta'sirga ega bo'ladi. Salbiy xususiyatlari qotish vaqti uzoqroq bo'ladi.